Salom do'stlar, yana men bo'ldim. Bugun biz tarkibimizni yana ko'rib chiqamiz. Tarkibimizda o'zgarishlar ko'p bo'ldi. Ya'ni bitta futbolchi sotib oldim. Kimligini topishga harakat qilib ko'ringlarchi. Hozir tarkibga kiraman, ko'rsataman. Xo'sh. Tarkibga biz Harry Kane oldik. Mana ko'rib turishlarim mumkin. Harry Kane'ni biz sotib oldik. Endi yana qaysi futbolchilarni sotib olamiz bilmadim, lekin albatta biz buni kuchaytiramiz, full qilamiz. Endi kuchaytirishga vaqt kam bo'lyapti, shuning uchun kuchaytirishga kam vaqt bo'lyapti. Mana Ronaldo ham ketdi, uni sotib olamizmi, sotib olmaymizmi? O'yin davomida ko'rib chiqamiz. Biz mana bu yerdan o'zini 750 tani olishimiz kerak edi. Lekin biz hozir olsak yaxshi bo'lardi, chunki biz hozir fitnessga yoki mana fitnessga sotaveramiz. Endi bu yerdan chiqamizda darvozabonga ko'p kartochka olmayapti yoki birorta jarohat olmayapti, shuning uchun finalimizni o'tkazib qo'yamiz. Hozir chiqib ketman hozir. Mana xo'sh, Enzo Fernandesga beryapti. Strategiyani, ya'ni jismoniy kuchni 70 qilib beryapti. Bu yerdagi olmasaga e'tibor bermaysizlar, mana bu yerdan bitta ochmoqchiman, shuning uchun to'playapman. Iltimos obunalarga bosib qo'yinglar. Mana shu yaqin o'rtada yana obunachim 5 ta bo'libdi. Keyin kommentariyada ham birga bir o'ynaylik deyapsizlar. Mayli o'ynaymiz, lekin bizning obunachimiz 50 dan o'tgandan so'ng obunachilarim bilan shaxsan o'zim birga o'ynab ko'raman. Like va obunalarni bosib qo'yinglar.